Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mani ismim Sardor. Maktabidan sizga telefon qilyotgandim. Bu Xo'p. Adibaxon, to'g'rimi? Yo'q, men Adibaxonning oyisi bo'laman. Juda yaxshi. Sizni eshitib turgandan xursandman. Sistemada ko'rib turibman, farzandingiz natijalari juda yaxshi ekan. Hozirgi urovenlari pre-intermediate. Shunaqa davom etsalar, u ishlarni qoldirmasdan, hamma darslarga kelib yursalar, keyingi darajaga o'tishlari oson bo'ladi. Aytgancha eslatib qo'ymoqchi edim. Ertaga o'qish uchun to'lovni oxirgi kuni ekan. Sizga qachon to'lash qulay bo'ladi? Qanaqa to'lash usullari bor sizlarda? Ofisga borishim shartmi? Agar onlayn to'layman desangiz, PayMe, Click, Paynetlarda ham bormiz. Shundoq kiritsangiz chiqib keladi. Yoki fe'llarimizni o'ziga ham kelib ketsangiz bo'ladi. Darsgacha to'lashga ulgurasizmi? Ertaga xudo xolasa to'layman bo'lmasam. Zo'r. Unda tizimni to'lab qo'yishingizni belgilab qo'yaman. Salomat bo'ling. Xayr. Xo'p.